Bilasizmi, ayrim mamlakatlarda bolalarni muzdek havoda uxlatish odatiy hol. Finlandiya, Norvegiya va Islandiyada ota-onalar chaqaloqlarni hatto -20 gradus sovuqda va qor yog'ayotgan paytida ham ko'chada uxlatishadi. Bu yerda bu holat hech kimga g'alati tuyulmaydi. Aksincha, ular ishonadi. Sovuq havo immunitetni mustahkamlaydi, uxlashni yaxshilaydi, shamollash xavfini kamaytiradi. Ko'pchilik ota-onalar aytadi, muzdek havoda uxlagan chaqaloq uzoqroq va chuqurroq uxlaydi. Qizig'i, hatto kafe va restoranlar oldida ham kalaskalarda tinch uxlayotgan bolalarni ko'rishingiz mumkin. Ota-onalar esa ichkarida kofe ichayotgan bo'ladi. Bu mamlakatlarda xavfsizlik shu qadar yuqoriki, hech kim bolalari uchun xavotir olmaydi. Albatta, chaqaloqlar bir necha terma kiyimlar bilan yaxshilab o'rab qo'yiladi. Ilmiy tadqiqotlar ham shuni isbotlagan. Sovuq havoda uxlagan chaqaloqlar xonada uxlaganlarga qaraganda kamroq kasal bo'ladi. Endi savol, O'zbekistonda ham chaqaloqlarni -10 gradus sovuqda ko'chada uxlatish odatga aylansa, siz rozi bo'larmidingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Молочная radost, betakror ta'm, tabiiylik uyg'unligi va oilangizga betakror quvonch baxsh etadi. To'liq ma'lumot olish uchun video ostida telefon raqamlarini qoldiramiz.